Assalomu alaykum. Andijon press hamda Buloqboshi press telegram Vaqti bo'lyapti. Uylarimni boshqatdan remont qilaman mana. inson qadri ulug'. Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati hamda Buloqboshi tuman hokimligi matbuot xizmati taqdim etadi. Inson qadri ulug'. U ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o'z hayotidan rozi va mamnun bo'lib yashashi kerak. Inson dunyoda umid bilan yashaydi. Orzularimga yetay, shinam uy-joyim bo'lsa, yon atrofimda qulay sharoit, bekamu ko'z muhit hukm sursa, jamiyatga, davlatga, oilamga, ota-onamga, do'sti yorlarga, mahalla ko'yiga, qishlog'imga, yurtimga foydam tegsa, murodu maqsadim ushalsa deydi. Kim buni tushunar, kim buni anglamas? Prezidentimiz har bir inson umid bilan yashar ekan, ertaga indin yoki undan keyin emas, hozir, shu bugun niyatiga yetishini, umridan, hayotidan, har bir kunidan rozi mamnun bo'lishini istaydi. Hurmatli vatandoshlar, kanalga yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling.